Politsiyaga borsak ularni qo'lga olishadimi? Men Alini uyini bilaman. Shoshmay tur. Avval o'ylab ko'raylik. Mashina buyurtirgandim. Ey Xudoyim. Ey Xudoyim. Yetkazganingga shukr. O'ylagan niyatimga yetkazding. Inson chin dildan istasa ro'yobga chiqargan. 24 soat o'tmasdan ona shahrimga qaytarding yana. O'zingga shukr. Iltimos, e'tibor qilma, ko'nglingga olma. E'tibor qaratishga urinayapti. Hali yosh. Xafa bo'lmayapman-ku. Lekin bolalarimga ularni qanchalik yaxshi ko'rishimni ko'rsatish qiyin bo'lyapti. Yaxshi ko'rishingni ko'rishadi, tashvishlanma. Bunga kuching yetadi. Yura qol. Hasan. Nolalaring tugagan bo'lsa, yur ketdik, mashina keldi. Yura qol o'g'lim, bo'la qol, yur. Xonim afandi. Ertalabdan asabimga tegmang. Qizingiz uchun keldik. Nega kelganingizni unutmang, Dilberi. O'tir. Hayda. Tushundim og'a, hal qilamiz. Og'a qarang. Uydagilarga xabar ber, kelishdi. Xush kelibsiz, Hasanbek. Rahmat, Veysel og'a. Yaqub Beyga xabar bering, ko'rishishimiz kerak. Yaqub Bey. Qizimni olib ketgani keldim, oching. Chaqir bobongni. Bo'la qol. Oching eshikni. Oching eshikni. Nima deysan? Ertalabdan nega baqiryapsan? Otangni chaqir. Qizimni qaytaringlar, yo'qsa butun tashkinani oyoqqa turg'izaman. Tushingni suvga ayt. Istanbulda tuzukkina miyang aynibdi, Gulberi. Otangni chaqir deyapman. Nima bo'lyapti? Kim u surbet? Oho, tinchligimi? Nabiralarimni olding. Endi jonimni ham olgani keldingmi? Eyupning bevasi. Qizim qayerda? Yolg'onlaringizdan to'yib bo'ldim. Politsiya bilan butun uyingizni ostin-ustun qilaman. Ko'zingizni ochirmay bu dunyoni sizga tor qilaman. Tomosha ko'rsatmang. Qizim qayerda? Men qayerdan bilaman? Kecha o'zing olib ketmaganmiding? Qizni eplolmagan o'zing, endi mendan so'rayapsanmi? Senga nima degandim? Oyoqlariga tosh botsa, sendan ko'raman degandim. Endi o'zing ayt, nabiram qayerda? Suleymanning o'g'li Ali olib qochdi. Sizni jiyaningiz. O'zingiz ruxsat beribsiz, u shunaqa dedi. Siz qanaqa odamsiz o'zi? Yosh qizni turmushga beryapsiz. Qolaversa ular qarindosh. Bitta uyda katta bo'lishgan, sizda umuman vijdon yo'qmi? Gapingni o'ylab gapir. Fatma ham mening xolamning qizi. Menga qara. Nabiralarimni dunyoga keltirganing uchun o'zimni bosyapman. Lekin boshqa jahlimni chiqarma. Yaqub Bey, Xudo haqqi, bunday to'yga rozilik bermang. Badriyam hali go'dak. Tavba, tavba. O'zing shu qo'rg'onga kelin bo'lib qochib kelganingda, Badriyadan yo 1 yosh yo 2 yosh katta eding. O'g'limni ko'zini ko'r qilganingda, boshini aylantirib yurganingda, o'zing go'dak emasmiding? Ayt. Uyini, otasini, onasini tashlab, Iyub bilan qochgan xotin uchun juda katta gapirding.
olmaning tagiga olma tushar ekan. Badriya ham onasiga tortgani aniq. Bas qiling, oshirib yubordingiz. Bolalar shu yerda. Bu ayol nabiralaringizning onasi, shunga qarab muomala qiling. Advokat, sen hadeb oyog'im tagida o'rlashaverasanmi? Menga qarang, Yakubey. Siz bilan qanday gaplashish kerakligini juda yaxshi bilaman, lekin bunday qilmayman. Vaziyatni battar chigallashtirib muammo chiqarmang. Badriya qayerda? Agar uni yashirishda sizning ham qo'lingiz bo'lsa, jinoyatga sherik bo'lgan bo'lasiz. Advokat, mendek keksa odamga bunday tuhmat qilishing gunoh. Marhamat, kiringlar. Bilganingizni qilinglar. Hamma teshiklarni qarab chiqinglar. Qiz yo'q bu uyda. Hasan, qayoqqa? Bu yer meni uyim. Unutganga o'xshaysiz. Eshik tagigacha kelib, onam bilan buvimni ko'rmaymanmi? Nimasi bu? Shuni ham undan so'rashim kerakmi? Buvisini erkatoyi, bolajonim meni. Kela qol. Xush kelibsan, Assalomu bolam. alaykum buvijon. Hajer, So'ngul, qani tezroq dasturxon yozinglar. Arslonlarim keldi. Hasan, bolajonim. Qadir, to'xtang. Buvijonim o'zim. Badriyani qaytarib olay, sizlarni olib ketaman. Alloh omadingizni bersin. Hasan. Nega bu odam Gulperining ortidan dum bo'lib yuribdi? Yangi erimikan yo? Advokat oilali. Gulperining boshi haliyam ochiq. Mayli, bu yog'ini ko'ramiz. Xo'p, janob prokuror, katta rahmat. Minnatdorman. Ko'rishguncha. Nima deyapti? Rasmiy tintuv uchun hujjatlarni tayyorlashyapti. Yaxshi bo'lardi. Alining uyi qayerda? Shu atrofda yaqin yuring. Oh, buvisini joni bu, buvisini joni. Arslonlarim meni. Bugun ko'nglingiz tusagan hamma taomlarni tayyorlab Men yoqtirgan yupqalardan ham bo'lsin, ona. Albatta, sen o'tir. Seni yupqang ham, sho'rvang ham tayyor. Arslonlarim meni, arslanim. Jonim bo'lam. Voy Hasanim meni. Voy qurboning bo'lay. Bolaginam rosa qizib ketibsan-ku. Hammomni tayyorlab qo'yishsinmi? Yo'q bu, yo'q. U bu narsa yemanu kirib yotaman. Yotog'imni hozirlaysiz. Albatta bolajonim, albatta. Hoziroq tayyorlataman. Ay Hajar, sen dasturxonni qo'y. So'ngul qilsin. Sen Hasanimni yotog'ini yaxshilab hozirla. Hammomni ham tayyorlab qo'y. Endi ko'ngillari nimani tusasa. Sizga qoyil qolmay iloji yo'q. Buni otam bo'lganingiz uchun aytmayapman. Juda dono insonsiz. Aytganlaringiz to'g'ri bo'lib chiqdi. Tan berdim sizga. Nima desangiz shu. Bu hali boshlanishi. Oxiri ham faqat men aytgandek bo'ladi. O'zing ham suvdan quruq chiqding, lekin bundan keyin nomimga dog' tushiradigan nimadir qilsang, o'g'lim deb o'tirmay, o'zim kallangdan otib tashlayman. Uqdingmi? Siz nima desangiz shu ota. Yaxshi. Yur. Qani, Keling Yaqubbek, keling. Shirin to'y. yoqimli ishtaha. Qolganlar qayerda? Hozir kelishadi. Hali tong uyquchi. Qani turing, birga nonushta qilamiz. Dadang qayerda? Kecha kechqurun Toshkentga ketdi. Nega? Bilmasam, ish yuzasidan borishim kerak deb ketdi. O'zi kecha kelganda nega yana ketdi ekan? Ishi bitmagandirda. Yo'q, Burju sud ishi tugadi degandi. Sudya hukmi ham o'qilgan. Demak, ishi bitgan. Uf, oyi, bilmayman. Qo'ng'iroq qilib o'zidan so'rang. Badriya, go'zal qizim. Yo'ldan kelding. Charchagandirsan. Mana, ol. Rahmat yanga. Tortinmay qo'yaver gulim. Bu endi seni ham uying. Ha, albatta. Birga katta bo'ldik. Sulaymon amakim yozda kabob pishirardi. Biz to'p o'ynardik. Shunaqami?
Avvallari amakining uyi edi. Endi erining uyi bo'ladi. Ali, nima qildinglar? Mashinalarini topshirdinglarmi? Yo'q, mashinalarni yeb qo'ydik. Nima deding? Eshitmadim. Axir kecha aytdim-ku, ota, biz Istanbulda mashinalarni bir joyda qoldirdik. Yigitlarimiz borib, ularni oladi, keyin 1-2 kunda shirkatga topshiradi. Mayli, ish qilib, shunday bo'lsin. Yoqimli ishtaqa. Bolamni olib qochib, yana boshimni qotirishiga o'laymi? Yakub Tashkin har doimgidek haq, men esa yana aybdorman. Odam degan nabiralarning onasiga ham shunaqa qiladimi? Odam qilmaydi, lekin Yakub Tashkin albatta qiladi. Ana bu uy. Sulaymon Bey, politsiya kelayotgan emish. Butun ko'cha politsiyachilarga to'la emish. Gulperi ham tashqarida. Tamom bo'ldik, tamom bo'ldik. Senga onasi keladi demaganmidim? Istanbuldan uchib keladi demaganmidim? Deganmidim yo demaganmidim? Bo'pti, dedingiz, nima qilay? Bo'linglar, tezroq qizni olib ketinglar. Balki seni xonangga yashiramiz. Yur tezroq. Sulaymon Bey, eshikni oching, politsiya. Qizim qayerda? Sizlar Badriya Tashkinni olib qochganingiz haqida ariza kelib tushdi. Bu yana nimasi? Tavba, Bedrush o'z qizimdek bo'lib qolgan. Qanaqa olib qochish? Tushunmadim. Uyat sizlarga. O'zim. Badriya shu yerdami? Yo'q, bo'lganda ham senga aytmas edim. Sobiq kelin. Tintuv uchun orderimiz bor, xonim afandi. Iltimos chetga o'ting. Voy sho'rim qursin. Nima bo'lyapti? Sulaymon Bey, ustingizdan shikoyat tushgan. Tintuv uchun orderimiz ham bor. Marhamat. O'ting. Sulaymon Bey, men Gulperi xonimning advokatiman. O'g'lingiz kecha kechqurun bir qancha odamning ko'z o'ngida xonimning qizini o'g'irlagan. Nima? Aliya? Nima qilyapsizlar o'zi? Katta odamsiz, tomosha ko'rsatishingizni qarang. Nimalar deyapsan, kelin? Haddingni bil. Sal o'pkangni bos. Nega eshigimga politsiyani boshlab kelyapsan? Demak, hech kimning xabari yo'q. Ali qayerda? Zeliha, og'ang qayerda? Yanga? Hozir yangani qo'yib tur. Savolimga javob ber. Ali uydami? Ali! Ana u! Kadir qizimni shu olib qochgan. Nima bo'lyapti o'zi? Mana shu. Nimalar deyapsiz? Qayerda qizim? Bo'ldi, to'xtab. Qayerda qizim deyapman. Nima bo'lyapti? Badriya qayerda? Men qayerdan bilay? Onasi shu yerda. Undan so'rang qayerdaligini. Sizlar til biriktirib meni jinni qilmoqchisizlar, a? Axir kecha kechqurun Istanbulga kelib, qizimni qo'limdan shartta yulib olib ketmadingmi? Men shu yerda edim. O'zimizda Burxon og'a bor-ku, kecha o'shani qahvaxonasida edim. Hamma ko'rgan, xohlasangiz so'rang. Sizlarda or-nomus qolmabdi. Ko'zimga baqrayib yolg'on gapiryapsan. Kelin, og'zingga qarab gapir. Senga aytyapman, tezroq javob ber. Bo'ldi, bas. Qamoqxonalarda tuzukkina surbet ayolga aylanibsan. Bedreyim bu yerda emas. Og'zingga kelganini valdirayvermasdan Istanbulingga yo'qol. Jo'na, ket deyapman senga. Sekin. Hamma odobni, yoshini unutmasin, iltimos. Sizlar aralashasizmi yo o'zim hal qilayman? O'zing bu gaplarga nima deysan, Ali? Men nega amakivachchamni olib qochaman? Yo, tavba. Kamera yo'qmi qarab ko'rardingiz. Meni o'g'lim yolg'on gapirmaydi. Doim qonunga bo'ysunadigan yaxshi fuqaro u. Keyin biz Tashkinanni eng oldi oilalardan birimiz. Qilayotgan bu ishingiz sha'nimizga dog' tushiradi. Sizlar qanaqa insonsizlar, a? Qanaqa insonsizlar? Xudodan ham qo'rqmaysizlarmi? O'zing to'g'ri odammisan, kelin? Insonni qotirma. Yolg'on gapiryapti. Yolg'on gapiryapsiz. Hammangiz yolg'on gapiryapsiz. Bo'ldi, tinchlan. Iltimos, nog'orasiga o'ynama. U siz ham shuni xohlashyapti. Bo'ldi, o'zim gaplashaman. Komissar, bu yerdagi ahvolni ko'rmayapsizmi?
Xudo haqqi, sizdan iltimos qilaman, hamma joyni qaraylik. Badriya Tashkin shu uydaligi aniq. Qizni topmasdan ketmaymiz. Yaxshi. Qani men bilan yuringlar. Rasvo qilib tashlashdi. Ota, qo'y, indama. Xo'sh, nima gap? Komissar hech qayerda yo'q. Yuqorida ham yo'q. Bo'pti, sizlar tashqariga chiqing. Xo'p bo'ladi, komissar. Nima gap, komissar? Yigitlar hamma yoqni qarab chiqdi, advokat bey. Afsuski, xonim afandining qizidan asar ham yo'q. Ali ko'z oldimda olib ketdi qizimni. Bu yerda bo'lmasa ham boshqa yerga yashirishgan, Kadir. O'zingni bos. Bilib qo'yinglar. Buni shunday qoldirmaymiz. Unda hammamiz birga mahkamaga boraylik. Advokat bey, meni ham qizim bor. Nomusimni o'rtaga qo'yib aytyapman. Tashkinanni hamma yoqni eshitma-eshik qidiraman. Lekin Sulaymon bey bilan boshimni qotirmang. Bosh komissar, ahvolingizni tushunaman. Qamonki qizingiz bor ekan, siz ham bizni tushuning. Bo'lmaydi. Ulardan rasmiy ko'rsatma olmasangiz, boshingizni sud bilan qotiraman. Sulaymon bey, siz bilan oilangizni vaqtincha mahkamaga olib borishimiz kerak. Nimalar deyapsiz, komissar? Otamning umrida mahkamaga ishi tushgan ekanmi? Nimalar deyapsiz? Bo'ldi. Gapini eshityapsizmi? U o'z vazifasini bajaryapti. Xo'p. Sumkamni olay. Qanaqa sumka? Yur. Zelixa, sen uyda qol. Kadriya, biz kelguncha tushlikka unnab turinglar. Shu yerda bilaman. Qizimni yashirib qo'yishgan. Gulberi, ketdik. Bu ayol beor. Iloyim bet qursin uni. Uyatsiz, benomus. Sen kimsan? Kimsan o'zi? Sen faqat meni eshigimdagi ko'ppak bo'la olasan. Yana bola o'stirarmish. Na kattani biladi, na kichkinani. Tarbiyasiz. Urug'i shunaqa qizim nasliga tortgan. Lekin bobosi yaxshi. Meni bolalarimni palagi toza. Men borib, hajarlarga qarab kelay, kir yuvishmoqchi edi.
Kechdi Burun. Seni juda sog'indim. Sen ham meni sog'indingmi? Meni sog'inmadingmi? Sog'indim. Judayam. Nega unda bir o'zing bu yerda o'tiribsan? Topolmaydi deb o'yladingmi? Juda ajoyib shokolad bor. Qani yur, senga shokolad beraman. Qo'y bu yerda o'tirma, yura qol. Qadir oyi. Ha, toychog'im. Endi nima bo'ladi? Biz ketamizmi yo shu yerda qolamizmi? Sen o'sha xotin bilan ketishni xohlaysanmi? Qo'zichog'im, sen uni sog'inganmiding? Ko'rib xursand bo'ldingmi? U meni oyim-ku. Sen o'sha xotinni o'pdingmi? Quchog'iga otildingmi? Barakalla. Menga qara. Seni hech kim mendek yaxshi ko'rmaydi. Hech kim seni avaylamaydi. Hech kim seni jonidan ortiq ko'rmaydi. Shuni unutma. Xo'pmi, bolajonim? Xo'pmi? Xo'p degin. Jonim o'zim. Tezroq yur. Yur. Ovqat tayyorlab ol. Xo'p. Yoqimli ishda Habib. Rahmat qizim, qo'ling dard ko'rmasin. Men ketyapman ota. Yaxshi bor. Ancha yengil tortingmi, Arslonim? Rahmat bobo. Yoqimli ishtaha. Rahmat bolam, rahmat. Bobo. Ha. Yana Tashkentga keldim-u, xo'sh. Nihoyat ko'nglim yorishganday bo'ldi. Odam uchun yurgan yo'li, olgan nafasi, tug'ilgan yeri baribir boshqacha ekan. Zinhor bizni o'sha ayol bilan jo'natmang. U yerda katalak deb bir uyi bor. Yerto'ladan farqi yo'q. Qo'li ham pul ko'rmaydi. U yoqda gadoydan farqimiz qolmaydi. Boboing qachondir behuda gapirganini ko'rganmisan? Qara, 24 soat o'tmasdan qaytib keldinglar. Endi ketish yo'q. Sen bu yerga bemalol joylashaver. Qolganini o'ylama. Alloh sizni bizga doim bosh qilsin, bobo. O'zimni Arslonim. Beyim, gapirsam bo'ladimi? Gapir. Politsiya keldi. Hasan beydan ko'rsatma olishar ekan. Badriyani kim olib ketganini so'rashar ekan. Yaxshi. Qani bor bolam. Bor, ro'y rost gapir. Bu ishni onam qilardi-yu. Serdar, o'choqni boshida nima qilyapsan? Kelin qizim, sen nima qilyapsan o'zi? Ejder ovqatni o'zing tayyorla dedi-da. Kerak emas qizim, o'zim qilaman. Sen chiqaver. Fatma xonim seni hozir so'rayotgandi. Suv ichay deb kirgandim. Nima ichishni xohlaganingni bilaman.
Lekin bir qultum tugul, bir tomchi ichsang o'lishingni bilasanmi? Nimalar deyapsiz ona? Suv ham ichmaymi? Men ham Badriyani sepiga o'zimni sepimdan kiyim tanlayotgandim ota. Barakalla. Kecha haddimdan oshdim. Meni kechiring. Ha, shunday bo'lsin. Aqlli bo'l. Nima desam quloq sol. Hasanning masalasi hal. Badriyani ham hal qildik. Lekin Janni o'ylab boshim qotyapti. O'sha ayol nuqul Janni xayolini chuvalashtiryapti ota. Xudo haqqi, sizga ochig'ini aytaman. Agar Jan bu uydan chiqsa, undan butunlay judo bo'lamiz. Gulperi iblisdan battar. Bolalarimning aqlini o'g'irlayapti. Iblisdan battar u. Sizlar nega oyimni yaxshi ko'rmaysizlar? Oyim sizlarga nima qildi? Nega doim yomon gapirasizlar? Bolam, bir boshidan aytib bergandik-ku, o'zi bizni yaxshi ko'rmadi. Bizni otangdan judo qildi. Sizlarga qaramadi. Oyim hamma xatlarimni o'qibdi. Meni sog'inibdi. Menga Istanbulda hammasini aytdi. Sen nimalar deyapsan? Jonim bolam, sen... Shoshma bolam, menga qara. O'zimni arston nabiram. Gapimga quloq sol. Oying albatta seni tuqqan ayol. Qon tortishini bilaman. Lekin o'sha ayol sizdan yaxshi ko'rmadi. Nima degan bo'lsa ham yolg'on. Yaxshi ko'rsa, qamoqxonada ham qo'ng'iroq qilib, bolalarni so'ramasmidi? Eshigimizga bosh urib, bolalarimni menga bering deb yolvormasmidi? Seni aqling yetmaydi. Oyingga dushman bo'lma deb aytmadim. Lekin bu haqiqat bolam. O'sha xotin nima degan bo'lsa yolg'on. Dardi sizdan emas, bizmiz. Jonimizni og'ritish uchun sizlardan foydalanyapti. Gapimni tushundingmi? Bolam, Jan. Qo'y. Tegma. Pushti burun. Aytishlaricha oyim meni yaxshi ko'rmasmish. Agar yaxshi ko'rmasa, ko'zlari jiqqa yoshga to'larmidi? Jonim bolam dermidi? Meni bag'riga bosmoqchi bo'larmidi? Ko'nglim sezyapti. Oyim meni yaxshi ko'radi. Bobom yolg'on gapirmaydi-ku. Bobom ham bizni juda yaxshi ko'radi. Men kimga ishonay pushti burun? Kim rost gapiryapti? Yana bilasanmi? Oyimdan bir ham shirin yigit taraladi. Eng chiroyli gullardek. Kecham o'zgarmabdi hidi. Balki yuragi ham o'zgarmagandir. Meni unutmagandir. Kattalar ham xato qilishadi-ku. To'g'rimi pushti burun?
Oyi, men ketyapman. Kuzatib qo'yganingiz uchun rahmat. Oyi. Filiz jiddiy aytyapman, ajrashmoqchi ekanligi aniq. Meni tashlab ketdi, shuning uchun kecha kechqurun kelmadi. Birdan meni ruhshunosga olib bordi. O'zicha turmushimizni asrab qolmoqchi emish, lekin g'irt yolg'on. Ajrashga ko'ndirmoqchi xolos. O'sha yerda aytdingiz ham, bunaqada bo'lmaydi dedi. Xiyonat qilgani yetmagandek, endi arosatda tashlab ketmoqchi. Artemis to'xta. Artemis to'xta. Artemis to'xta, gaplashaylik. Artemis iltimos bolam, to'xta, gaplashaylik. Shu yoshimizda politsiyaga tushish ham bor ekan peshonamda. Ayrimlar uchun bu tabiiy hol. Lekin bizni oilamiz bunga o'rganmagan. Urug'imizda yo'q. Gulperi xonim, hademay qizingiz ham voyaga yetib qolar ekan-a? Ha, men ham shuni aytyapman o'zi. Hozir topolmasa keyin hech qachon qo'llardan tortib ola olmaymiz. Kiring. Hasanbey, xush kelibsan ukam. Xushvaqt bo'ling aka. Komissar, Hasan Tashkin Gulperi xonimning o'g'li. Biz aytayotgan voqealar guvoh. Marhamat, sizdan ham ko'rsatma olaylik. Bemalol, oling. O'g'lim, Badriyni topolmadik. Hammasini ro'y-rost gapir, iltimos. Oyingiz singlingizni kecha kechki payt bebekda ko'z o'ngingizda o'g'irlab ketilganini da'vo qilyapti. Arizasiga ko'ra, siz ham yonida bo'lgansiz. Ha, yonida edik. Men ham, ukam ham. Demak, singlingizni o'g'irlab ketishgan. Oyingizni ko'rsatmasini tasdiqlaysiz, shundaymi? Ochig'i, menimcha hech qanaqa o'g'irlik yo'q. Biz bog'da o'tirgandik. Badriya ham yonimizda edi. Ukam bilan dengizga qarab turgandik. Keyin ortimizga bir qarasak, Badriya yo'q. Bilmadim xayoli qayerda ekan. Singlim ketib qolibdi. Keyin yig'lab baqir-chaqir qilishga tushdi. O'zini har tomonga otdi. Nihoyat shu yerga keldik, komissar. Bor gap shu. Sen nima qilganingni tushunyapsanmi? Singlingni umrini xazon qilding. Boboying bilan qarindoshlaringga yoqaman deb qiz bechorani tiriklayin tuproqqa ko'mding. Qo'yib yuboring meni. Qo'limni qo'yib yuboring. Hasan, seni ursam ham kam. Uring. Qani uring. Chunki boshqachasiga qo'l tekkiza olmaysiz. Bag'ringizga bosa olmaysiz. O'g'lim deb peshonamdan sil olmaysiz. Faqat urasiz. Siz uchun men faqat tashvish bo'laman. Tushunyapsizmi? Faqat tashvish keltiraman. Shuning uchun uring. Uring, qani uring. Aslo. Nima qilsang ham yuzingga tarsaki tushirmayman. Tirnoqlaringni yuragimga botir. Mayli yaralarimni tirnab qonat. Baribir seni yaxshi ko'rishdan voz kechmayman. Sen qanchalar zo'r berib, o'g'lingiz masman desang, men onang bo'lishga shunchalar intilaman. Bizdan qiz olish qiyin. Ne xandaq, ne davom bor. Yo xatlaysan, yo ketasan. Ko'zing sira yetmasa voz kechasan. Bizdan qiz olish juda qiyin. Ota, qo'yib yubor. Senga qizni berib qo'ymayman. Qo'yib yubor. Eshitdingmi? Qo'yib o'g'limni. Qo'yib. Politsiya!
qizimni berib qo'ymayman senga. O'lsam ham berib qo'ymayman. Qani bir tola sochiga ziyon yetkazib ko'rchi. Menga qara. O'zim o'ldiraman. Uyalmaydi-yama. O'ldiraman seni. O'zim o'ldiraman. Menga qara Taviya. Yana bir marta o'g'limga osilsang, keyin mendan o'pkalab yurma. Yuringlar. Qaranglar buni. Xuddi ustimdan kulganda yana qo'shiq aytadi-ya. Kadir, qo'yib yuboring meni. Qo'yib yuboring meni. Hech narsa bo'lmaganda ketib qolish olmaydi. Iltimos, tinchlan. Gulpereni rosa jini qo'zida, ota. Battar. Unga bu ham kam. Ha, kam. O'zingcha kimlarga teng kelmoqchisan, a? Sen ham buncha aljirama Ali. Hali ham vaziyat qaltis. Oxiri baxayr bo'lsin. Badriyani olib Xalfetidagi uyga ket. Fursatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Xo'p, ota. Qachon bir gapingizni ikki qilgandim. Hozir Xalfetida havo ham ajoyib. Zelixani ham birga olib ket. Yolg'iz borsangiz uyat bo'ladi. Xo'p, ota. Bosh ustiga. Bardam bo'l. Iltimos. Sen bardam bo'lmasang, bolalaring nima qiladi? Yiqilishadi. Ularning yagona tirgagi o'zingsan. Bunday tuyulmaydi, lekin shunday. Sen ularning onasisan. To'g'ri, bu odamlar sendagi emas, qo'pol, shafqatsiz. Sendan bolalarni tortib olish uchun hamma narsaga tayyor. Lekin men yuragingdagi kuchni ko'ryapman. Sen ham oyimga o'xshaysan. Hujum qilishgan sari kuching ortadi. Ishlar yaxshi ketmayotgandek, lekin unday emas. Gapimga ishon. Unaqa emas. Qara, Ali hali ham ko'z o'ngimizda. Senga so'z beraman. Badriyani qayoqqa olib ketgan bo'lsa ham uni topaman. So'z beraman. Chekkan azoblaring behuda ketmaydi. Kadir, siz bu yerlarni mendan yaxshiroq bilasiz. Bolaligingiz shu yerda o'tgan. Bu yerda bir qizning orzulari ham, yoshi ham qadrsiz. Qizimni ildizdan qo'porishadi. Shu yoshdayoq qizimni uvol qilishadi. Bunday bo'lmaydi. Senga so'z beraman, qizingni topaman. Xush kelibsiz Hasan og'a. Xushvaqt bo'l. Usta, Hasan og'ani qahvasini tezroq bering. Assalomu alaykum Hasan. Va alaykum assalom Ihson usta. Yakub og'am qalay? Yaxshi, yaxshi. Sog'lig'i uchun hamisha duodamiz. Amin, amin. Nima qilyapsizlar o'zi g'irromchilar? Hasan, seni ketdi deyishgandi. Bir aylanib keldik og'ayni. Nima bo'ldi? Muammo bormi? Yo'q-a, darrov qizishma. Nima, gaplashib ham bo'lmaydimi? Shunchaki qiziqdim. Yaxshi, yaxshi. Ser ko'pik bo'ldi Hasan aka. Og'am deyaver, tilingni o'rgat. Oz qoldi.
Kechasi yallo qilgandirsan. Hayhotdek Istanbulda turli tuman joylar ko'p. Hasan og'amizda esa pul achib yotibdi. Yo'q. Havas qiladigan joy yo'q. Tosh tuprog'i oltindan emas har holda. Baribir tug'ilgan joyingga yetmas ekan. Xo'sh yigitlar, bir qo'l o'ynamaymizmi? Odam sog'indi. Serdar, bo'l, nardan olib kel. Og'ayni nega xabar qilmading? Bilsa kutib olarmidik. Vaqt bo'lmadi. Alo, Selin? Ha, menman. Men Sheyma xolangman. Artemis telefonini uyda qoldiribdi. Mabodo yoningda emasmi? Yo'q, Sheyma xola, umuman bilmayman. Zeynabnikidadir bir. Zeynabga qo'ng'iroq qildim, u ham qayerdaligini bilmayapman. Men u bilan bugun umuman gaplashmadim. Mayli, Artemisni ko'rsang darrov menga qo'ng'iroq qilishini aytasanmi? Xo'p, Sheyma xola. Mayli. Xavotir olmang, sizga qo'ng'iroq qilaman. Mayli. Necha yildan beri shu oilaning ichidasan. Xayolingga hech narsa kelmayaptimi? Olib ketishlari mumkin bo'lgan boshqa joy yo'qmi? Masalan, dala hovlimi? Bilganlarimni aytib bo'ldim. U yerda ham hech kim yo'q ekan. Endi hammasini yaxshilab o'yla, xotirjamlik bilan. Xo'pmi? Eslagan eng kichik narsang ham bizga asqotishi mumkin. O'sha Ali bilan otasiga bog'liq har qanday narsa. Horma Murod. Sog' bo'ling Ejderbek. Qani, ket. Bo'l. Xush kelibsiz Ejderbek. Xursand bo'ldim. Xushvaqt bo'l. Ejderbek, soch soqolmi? Nima qilay? Xuddi kuyovlardek chiroyli qilib qo'y. Bosh ustiga Ejderbek. Qalaysiz Ejderbek? Voy, buni nega avvalroq eslamadimi? Ahmoq Gulperi. Nima bo'ldi? Ali avval ham unashtirilgandi. Qizning ismi nima edi-ya? Eyibga azo ochgan paytimiz hushim o'zimda emasdi, unashtiruvga ham borolmadim. Lekin Yakub Beyni qo'rg'onda o'sha qizni avval ko'rgandim. To'yiga bir necha kun qolganda unashtiruv bekor bo'ldi. Kaderning aytishicha, Ali qizni do'pposlagan. Hatto shunday do'pposlaganki, urib qizni mayib qilgan. Ustidan arz qilmaganmi? Shunaqa ishlar bo'ldi shekilli, lekin keyin qaytarib olgan. O'zim zinadan yiqildim degan. Oilasi ham ortiqcha urinmagan. Arizasini qaytarib olgan. Lekin Kader aniq aytgandi. Ali qizni urdi degandi. Tezroq qizimni o'sha telbaning qo'lidan qutqarishim kerak. Shoshma, bu yerda bitta prokuror do'stim bor. O'sha bilan gaplashib ko'ray. Gulperi, uzr. Ayolim qo'ng'iroq qilyapti. Albatta, behijolat. Eshitaman, Sheyma. Qayerdasan o'zi? Artemis yo'q. Chiqib ketdi. Topolmayapman. Maktabda ham yo'q. Chiqib ketdi deganing nimasi? Go'shakni olmayaptimi? Telefoni uyda qolibdi. Dugonalarichi? Suvdan so'rab ko'r, Artemis qayerdaligini suv biladi. Hammasiga qo'ng'iroq qildim. Birman-bir so'radim, bilishmayapti. Mashinaga minib bebekda ko'chama-ko'cha bolamizni qidiryapman. Qanaqa ishing bo'lsa ham tashlab hozirroq yetib kel. Usiz ham qizimiz seni deb ketdi. Unga nimadir bo'lsa, seni bir umr kechirmayman, Kadir. Xo'p, Sheyma, tinchlan. Topsang, menga xabar ber. Nima bo'ldi? Qizim yo'qolib qoldi. Nega? Bilmayman. Usiz ham keyingi haftalarda uyda yoqimsiz ishlar bo'layotgandi. Onasi bilan tortishgan shekilli, keyin ketib qolgan. Necha soatdan beri domlaraksiz. Gulperi, zudlik bilan Istanbulga qaytishim kerak. Albatta. Artemisni topgach qaytib kelaman. Balki qaytishingizga ham hojat qolmas, ungacha qizim topilib qolar. Seni ham bu yerda yolg'iz qoldirishga ko'nglim bo'lmayapti. Hozir aytgan do'stim bor-ku, prokuror Turgut. Senga uni raqamini jo'nataman. Kerak bo'lsa unga qo'ng'iroq qil, senga yordam berishadi. Bo'pti. O'zing qayerda qolasan?
Bolalar bobosinikida qoladi endi, adashmasam. Anavi ro'paramizdagi mehmonxonani ko'ryapsanmi? Uni egasi maktabdagi do'stim Remzi bo'ladi. Sen uchun xona tayyorlab qo'yadi. Yo'q, tunaydigan joyini o'zim topaman. Xavfsiz joyda bo'lishingni xohlayman, Gulperi. Boshqa joyda qolish yo'q. Remzi senga ko'z quloq bo'ladi. Senga qo'ng'iroq qilaman. O'zing ham nimadir bo'lsa meni xabardor qil. Xo'p. Tashkinanni sog'indingmi, Badriya xonim? Sog'inmas ekanmanmi? Bobomni ko'chasidan o'taylik. O'tamiz. Sen Alidan tilagingni tila. Sen eshik tagida qol. Kadir oyimni ko'rib chiqaman. Bo'lmaydi. Politsiya hamma yoqda seni qidiryapti, Badriya. Darrov ushlab olishadi. Yiqilib tushasan, sekinroq. Nima qilyapsan o'zi, tentak? Qo'lidan kelsa meni bobomni uydan olib ketsin o'sha politsiya. Bunaqasi ketmaydi, Badriya xonim. 5 daqiqa vaqting bor, ko'p qolib ketma, bo'l. Ayfer opa, oyimga ham qahva damlang. Qani ket, baloni boshqa joydan qidir. Tergamagan sen qoluvding. Ota-onam pulini olib meni majburan jim qilishdi. Yakub Toshkentga qo'ng'iroq qilinglar, yonimga kelsin. Agar chinakam ona bo'lsa, bolalarni ko'ngliga qarardi. Hamma o'zini haq deb biladi, qizim. Tinchlikmi, Vesal? Orqangdan it quvlayaptimi? Noxush xabar bor, Yakub og'a. Gulperi hokimga boribdi.